Assalomu alaykum aziz do'stlar, Xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmachalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Azizlar, og'ir judolik bo'ldi. Ta'ziya bildiramiz. Shahram G'iyosov og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizi vafot etdi. Bu haqida bokschining Instagramdagi muxlislar sahifasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, bir necha kun avval bokschining qizi olamdan o'tgan. Hozircha qizaloqning o'lim sababi ma'lum emas. Qayd etish joiz, 31 yoshli G'iyosov 12 aprel kuni AQShning Nyu-Jersi shtati Atlantic City shahrida tashkil etiladigan Profbox oqshomida ringga ko'tarilishi belgilangan. Uning bo'lajak raqibi nomi hozircha e'lon qilingani yo'q. Xabarchi o'z kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.